Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Zhao Lijian Amerika va Avstraliyaning Beijing qishliq olimpik musobaqasiga embargo yurgizish mumkinchiligi to'g'risida to'xtalganda, Xitoy Yaponiyaning o'tgan yili yozda Tokio olimpik tanarakat musobaqasini o'tkazishini to'liq qo'lladi. Yaponiyaning asosliq pozitsiyasimi o'xshash bo'lishi kerak deyish orqali Yaponiyani Beijing olimpikini qo'llashga chaqirdi. Yevropa İttifaqı Komitetining raisi Ursula von der Leyen Xitoy virusining yangi variantining bir necha oy ichida dunyoning har qaysi joylariga tarqalishi mumkinligini e'lon qildi. Von der Leyen yana Afrikaning janubidan Yevropa İttifoqiga uchadigan aeroplanlarni amaldan qoldirganligini uqtirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin, Ozarbayjon prezidenti Ilham Aliyev va Armeniya bosh ministri Nikol Pashinyan Rossiyaning Sochi shahrida ko'rishdi. Hindiston şifirlik pulga tangshish elib boradigan davlatlarning sifiga qo'shildi. Yangi Dehli hukumati bir qism şifirlik pullarni cheklashga tayyorlik qilmoqda. Hindiston Markaziy bankisi o'zining raqamlik pulini tarqatishni planlaganligini bildirdi. Rossiya Tashqi ishlar ministri Sergey Lavrov, Yaponiya Tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa bilan telefonda ko'rishib, ikki taraf munosabati va rayonlik masalalarni muzokara qildi. 40 minutlik suhbat jarayonida ikki ministr 2-dunyo urushidan keyingi tinchlik kelishimi suhbatini davomlashtirishga qo'shildi. Yaponiya diplomatiya ministrligining bayonotiga qaraganda, ikkilan Kuril rayonining iqtisodiy faoliyat ahvoli qatorliq nurg'un ikki taraflik masalani muzokara qilgan. Ukraina prezidenti Zelenskiy Kiyevda muxbirlarni kutib olish yig'ini o'tkazganda bir qism chet el axborot organlaridan siyosiy o'zgarish bo'ladiganligi to'g'risidagi uchurga erishganligini aytdi. Bu vaqtning 12-oyning 1-kuni qilib berilganligini bayon qilgan Zelenskiy o'zlarining jiddiy holat e'lon qilish planining yo'qligini aytdi. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin başlığı Mustafa Şentop, dünyanın o'xshamagan joylaridagi musulmonlarga bo'lgan bir taraflama qarash va kemsitishga qarshi o'rtaq harakat qo'llanish kerakligini o'tirib qo'ydi. Şentop mundaq dedi: Rohingya musulmonlarining Bermaga bexatar, ixtiyoriy va mangulik qaytib kelishi, Shimoliy Siprus Turk Jumhuriyati duch kelgan qamalning oxirlashishi va G'arbiy Trakiyadagi musulmon osonliq millatlar bilan Uyg'urlarning asosiy huquqiy va erkinligini qo'g'dashmo intayin muhim.